Bugun sizlar bilan Snickers ta'mida super mega shokoladli pechenye tayyorlaymiz. Bu pechenyening nomini shokoladning portlashi desam ham adashmayman. Retsepti esa juda oddiy va mazali. Demak, bizga kerak bo'ladi 82% sariyog' hamda shakarni olib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Massamiz oqargach, uni ustidan esa 2 dona tuxumni chaqib, ko'pirtirishni davom ettiramiz. Uchalamasi yaxshilab bir-biriga singach, ustidan razrixletel hamda kakaoni qo'shib ko'pirtirishni davom ettiramiz. Barcha aralashmamiz birikib, ko'rib turganingizdek vazdushni ko'rinishga ega bo'ldi. Endi esa bu massaning ustidan un sepib, xamirga aylantirish jarayonini boshlaymiz. Umumiy hisobda 300-350 gram un ketadi va mana shu unni bo'lib solib, uni xamir ko'rinishiga keltirib olamiz. Avvalambor lopatkada bo'lib solganimizda yaxshilab aralashtirib, so'ng esa qo'l bilan elastik holatiga keltirib olamiz. Xamirimizni hosil qilayotganimizda boshlanishida qo'lga yopishmas bo'ladi. Shuning uchun uni un yordamida xamir holatiga keltirib olamiz. Har doimgidek videolarda aytib o'tganimdek, xamir sizning energetikangizni his qiladi. Shuning uchun mehr bilan tayyorlashga urining. Shokolad ta'mli xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi esa bularni bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Bo'lakchalarga ajralgan xamirchalarimizni yumaloq shaklga keltirib, ikki qismli Snickersimizni olib, uni ham bo'laklarga ajratib olamiz. Tayyor bo'lgan shokoladimizni xamirimizni ichiga solib, sal boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, xamirimizning ichiga berkitib, dumaloq shaklga keltirib olamiz. Tayyorlanish jarayonida kichkintoy o'g'lim har doimgidek menga yordamchi. 180 gradusda oldindan qizdirilib turgan duxovkaga 10 yoki 15 daqiqa ichida pishirib olamiz. Tashqarisi qarslama, ichi esa portlagan shokoladli pechenkalarimiz tayyor. Men sizga aytsam, retsept juda oson, natija esa pro darajadagi shirinlik. Agar shokoladli pishiriqlarni yaxshi ko'rsangiz, bu retsept sizga albatta asqotadi. Aziz kuzatuvchim, izohlaringizni kommentariyada albatta kutib qolaman. Like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.